Mavzuda davom etamiz. G'ijduvon tumanidagi Nodirabegim mahalla fuqarolar yig'ini aholisining asosiy qismi hunarmandchilik, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik orqali o'z daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida ijobiy natijalarga erishib kelmoqda. Bu hol hududdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga yechim bo'layotgani esa alohida e'tiborga arzigulik holat. Ushbu fabrikada mahalliy aholining 100 nafardan ortiq fuqarosi doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Korxonada ishlab chiqarilayotgan deraza va romlar sifat ko'rsatkichlari, zamonaviy talablarga javob berishi va bozorda xaridorgirligi bilan ajralib turadi. Fabrika faoliyati nafaqat aholining bandligini ta'minlash, balki mahallaning iqtisodiy salohiyatini oshirishda ham muhim o'rin tutmoqda. Nodirabegim mahallasida 3517 ta aholi mavjud bo'lib, bizni mahallaning asosiy drayveri ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va hunarmandchilikdan iborat. Mana siz ko'rib turgan mana shu fabrikamizda bugungi kunda 100 dan ortiq ishchi ishlaydi. Ikkinchi chorak oxiri bilan qo'shimcha yana bo'limimiz tashkil etilyapti. U yerda shisha va oynalarni pishirib, romlarda qayta ishlash bo'yicha shug'ullanadi va ko'plab aholimiz ish bilan ta'minlanadi. Ushbu fabrikada yaratilgan qulay mehnat sharoitlari, ishchilarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar hamda ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori natijalarga erishilmoqda. Korxona mahsulotlari nafaqat mahalliy bozorda, balki qo'shni hududlarda ham o'z xaridoriga ega bo'lmoqda. Mana shu yerda ish boshlab, ustozlarimizdan stanoklarni ishlashlari, sharoitlarni o'rganib, 3 yil mobaynida malakamizni oshirib boryapmiz. Zavodimiz ishchi xodimlari mana shu mahallamiz ochilgandan beri hamma sharoitlari yaxshi. Xo'sh, ishchi kadrlarimiz hammasi 100% shu mahallamizdan. Xo'sh, oyliklarimiz o'z vaqtida beriladi. Umuman olganda, Nodirabegim mahalla fuqarolar yig'inida aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish va tadbirkorlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar boshqa mahallalar uchun ham ibrat maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur mahallada yaratilgan ish o'rinlari, ishlab chiqarish korxonalari va aholining mehnatga bo'lgan munosabati hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan faol rivojlanayotgan maskanlardan biriga aylantirmoqda.